8% dan kamroq bo'lsa, bu salgina chiqasiz. Aralashtirib ham o'tkazib olsak. Biyda bilan ham qo'shamiz. Bitta donni chiqazib ko'rsatib beraylik, keyin biyda bilan donni aralashtirib o'tkazib yuboramiz. Qo'shing qani? Olib keling. Soling, ko'proq solavering. Ko'proq solavering ham yo'q. Ko'proq tashlavering. Chiqarish habiyomni ko'ryapsizmi? Mana endi yashlayapti. Soling. Mana. Buni chiqarishini ko'ryapsizmi? Tezligini qarang. Davay. Bidani ham olib keling, donni ham solamiz. Ikkalasini ham davay, solavering. Keling endi buni bitta ko'rsataylik. Ha, qarang buni. Qaynoq qo'lni kuydiradi mana. Makka jihori bo'lyapti, bug'doy bo'lyapti va biyda pirishdan solingan mana mahsulotimizni mana ko'ryapsiz mana. Chiqarish tezligini ko'ryapsiz mana buni. Soling. Donni hammasini sovaravering. Donimiz qolmadi. Endi bidani solamiz, bidani ham oxirigacha o'tkazib qo'yamiz. Ustigachi. Ozgina namlik qo'shsangiz yana yaxshilanadi bunga bidaga. Mana endi bidamizning o'zi qoldi faqat. Mana. Mana bu bitta. Mana otilib chiqishini bidamizga. Yani oshmincha bo'lmas ekanda. Tugadimi? Mana. Oxirigacha chiqarib qo'yaylik. Tozalab qo'yamiz. Don bo'lsa ozgina sovaring, bir qo'sh bug'doy olib keling mana bu yoqdan. Oxirida matritsamiz qotib qolmasligi uchun ozgina yog' quyib qo'ysak, yumshoqqina bo'lib sovaring. Bo'ldi, to'g'ri. Matritsamizni mo'ylab qo'yish uchun mana shunaqa oxirida apelka bilan aftol aralash narsa. Apelka ozgina qum va aftol aralash. Matritsa qotib qolmaydi, bitta o'tkazib qo'yiladi bo'ldi. O'sha narsani qayta ardam foydalansa bo'ladi. 20 marta o'tkazsa bo'ladi. Bo'ldi, o'chirsak ham bo'ladi.